Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana yana bitta navbatdagi chikochamiz bor. Yili 2003. Mana ichki holatlari. Mashinamiz go'zal. Radnoy turibdi. Hamma yog'i. Даже mana suv sepadiganlarigacha ishlaydi. Balon holatlari. Mana taylari ham mana chok-chokida, guli-gulida, qiri-qirida turibdi, ammo mashinaga gap yo'q. Mana eshiklarning bekilishini qaranglar, mana. Buni qaranglar, sariyog'dek bekilyapti mana. Zapaskalari ham bor. Domkrati ham bor. Mashina vobshe chotki. Olganlar bo'lsa mana bemalol murojaat qila olasizlar. Mana u benzin nimasi ham ishlar ekan, даже mana. Benzin bakiniki ham mana ochiladi. Har bitta detal ishlaydi mana. Har bitta benzinni ham ko'rsatadi, suvni ham, tezlikni ham hamma yoqda ko'rsatadi. Mashina chotki. Negativlar buncha qimmat u demanglar, ishqibozlari olaveradi o'zi. Tushungan odam. Mana ichki holatlari ham. Qozoni ham butun. Даже metan, propan degan narsa o'rnamagan bunga. Faqat benzinda yurgan bir qo'l. Mana choklarini ham ko'ringlar. 5 talik korobka. Eshiklarni bekilishini qaranglar. Vobshe ishqiboz bo'ldim o'zim ham, ammo buni yuribman o'zim. Chotki mashina. Balab ochilmay qoldi. Ana baqda ochib olamiz aka. Buni qaranglar. Stoykalarini bir ko'ringlar. Pechat. Baldag'ida turibdi. Ichki holatlari ham mana даже yopilmagan, dermantin qilinmagan. Mana choklarini ko'ringlar. Mana mashinaning ichki holatlari. Polikchi hollari ham normalni. Navorot qilaman deganlar qilib olaverasizlar. Mazza qilib minasizlar. Mana eshiklarni bekilishini qaranglar mana. Chotki. Oynalarning ko'tarilishini qaranglar mana, oynalarning ko'tarilishini. Sariyog'dek ko'tarilyapti o'zi ham oynalari ham. Hamma yog'i o'ziniki radnoy turibdi. Oluvchilar bemalol murojaat qilaverasizlar. Bahosi 3000 dan tushib beraman. Kami bor. 90lik 851 292 ga murojaat qilaverasizlar. Keyin yana nima demoqchiman? Kuzatuvchilar, ana shu mashinamizni o'yinga qo'ymoqchiman. Nima deysizlar? 100 ming so'm evaziga aynan sizniki bo'lishi mumkin bu mashina. 100 ming so'm kartamni qo'yaman, kartamga pul tashlaysizlar 100 ming so'mdan. Telefon nomerlaringni, ismlaringni, shaharlaringni aytib tashlaysizlar. Xo'j siz Amerikada bo'ling, xo'j siz nimada Rossiyada bo'ling, farqi yo'q. Kelib 100 laklarni o'zingiz kelasizmi, kelib olib ketasiz yutib olganingizdan keyin. 100 ming so'mni Alloh yo'lida deb tashlaysizlar, ehson sifatida. Mana shu mashinani kimgadir, baxtli odamga beramiz. Faqat hammasi halol bo'ladi. O'yin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, like bosish, podpiska qilish eslaringizdan chiqmasin. Sizlardan bitta like.